bo'ldingiz. Siz hammangizlar bizni ko'rayotganlar, mana shunday daldagi imkoniyatingiz bor. Siz ham shunday dalda bera olasiz. Biz dalda haqida gapiryapmiz. Ko'p narsa emas, mana keldilar. Bo'l, tamom. Mana shunaqangi millioner, milliarderlarimizga bu videolarimizni qirqib jo'natinglar azizlar. Bo'lar bo'lmas videolarni jo'natgandan ko'ra. Va o'sha trendga hali Instagramda har xil videolarni qo'yib, prosmotr yig'adiganlar, mana bu videolarni qo'yinglar. Ko'rsatinglar odamlarga, ibrat bo'lsin. Mana shu zaiflarimizdan so'ralamiz azizlar. Bu haqda hadisni ham aytgandim. Shu zaiflaringiz tufayli rizqlanasiz. Shu zaiflaringiz tufayli nusratga, g'alabaga yetasizlar deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana shular sababli rizqlanib turibmiz. Shular sababli g'alabaga yetamiz. Ikki dunyodagi g'alaba haqida gap ketyapti. Ulgurib qoling, aziz vatandoshim. Shu eli yurtni non tuzni yeb ko'kargan boylarimiz safimizga qo'shiling, keling, bizga imkoniyat kerak. Bu tizimlar yurish kerak. Vaqf haqiqiy O'zbekning faxri bo'ladigan katta bir tizim bo'lsin. Katta ishlarni osonlik bilan hal qila oladigan bir vaqf bo'lsin. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Xo'shdiki, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Bir duo qilib qo'ying. O'zlaringiz duo qiling. Yuragingizdan, qalbingizdan ayting, bizga shu duolaringiz kerak. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Ilohim, Alloh dargohi qilsin. Undan ham ulug' martabalarga erishingizlar. Hamisha yo'llaringiz ochiq bo'lsin. Martabangiz bundan-da ulug' bo'lsin. Allohning o'zi rozi bo'lsin. Amin. Subhanalloh. Alloh ota-onalarimizdan ham rozi bo'lsin. O'tganlari bor oralarida, joylar jannatda bo'lsin. Mana bu ehson sadoqatlarni Robbim ota-onalarimiz nomlaridan qabul etsin. Bizlardan ham rozi bo'lsin, chunki holimiz nima bo'ladi oxiratda bilmaymiz. Yuzimiz shud bo'lib qolmasin. Robbimizni oldida yuzimizni yorug' qiladigan odamlar oldida turibmiz. Bular jannat podshohlari. Egilib, bukilib, bularga tavozi qilib, yaxshi so'zlarni aytib, ehtiyot bo'lib, bularni boshidan silab ketish kerak azizlar. Va bularga berganingizda eng yaxshisini bering, eng sarasini, eng qimmatini bering. Xuddi o'zingizni farzandingizga, ota-onangizga bergandek azizlar. Himmatingizni keng qiling. Chunki bular orqali siz Allohga beryapsiz. Robbimga beryapsiz. Robbim, Allohim, bu ehson sadoqatlarimizni o'zing dargohingda benuqson ber, yo qabul et. Ajrlarni, savoblarini ko'paytirib, Robbim bizlardan rozi bo'l. Bu safarlarimizni saodatli qil, nurli qil. Bu amallarimizni bardavom ayla, bundan da keng barokatli qil. Bu ulug' amallarning atrofida xalqimizni birlashtir. Xalqimizni qulf dilini och, dini diyonatli, insof vijdonli, bir-biriga mehr oqibatli millatlardan, xalqlardan qil Robbim. Mehribonim Alloh, yetimlarni, bu miskinlarni, zaiflarni ko'z yoshi, xursandchilik, haq, hurmati Robbim. Jamiki shu ishda hissa qo'shib, sababchi bo'layotgan, xizmat qilayotgan, ehson qilayotganlardan rozi bo'l, gunohlarini kechir, bizlarni uyaltirib qo'yma. Bu ulug' ishlarni, imkoniyat eshiklarini ochib bergan yurtboshimizdan o'zing rozi bo'l Robbim. Vatanimizni, millatimizni hifz-i himoyangda, panohingda saqla. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh rozi bo'lsin. Konvertni bering. Bu yerda Vaqf xayriya jamoat fondi nomidan $2000 pul, buni kam ko'stingizga ishlatasiz. Endi hech narsani o'ylamasdan bemalol ishlating. Bolalarga xohlagan narsasini olib bering. Xo'p? Xo'shtakaga omonat qilib topshirdik, hammasi yaxshi bo'ladi. Duodan to'xtamang.